Yaxshimisiz do'stlar, malamcha xayrli bo'lsin. Biz bugun mush Qaliq nayisniki Jingo bozori, mush 9 ekan keldik hozir. Mayni oldida bir kirpa qaydab qoldim. Hozir mush yerda bir dehqon qarindoshlarimiz bir ziyorat qilay deb to'xtagan. May bir kirpa qayli. Teşma. Siz bir ziyorat qilsam bo'ldi, bir shuni chiqqan tem. Qolaylik bo'ldi men bir daqiqa. Hoy, chiroyli ekan, may qaranglar mana. Baranlar üzümlən bəlkə. Nurgul yəlim bu məqtəmizdən qarsam böyüğünüz aldın bək çiraylı qalətimiz etdikəniz əndə. Sizin demiş qılığında əndə bir qanarat turmuş keçirib atqanda bir ziyarət qolay, qana işlər qılğanda bir çıxışım çox. Xapmay bir özünüzlə tanışdırıb siz bilanmı? İsmim Mehmet Rüsnəsən. Jingo bazarı 9-cu kenet 3-cü məldən. Mən ticarətə qiziqishim bo'lib 2000 yildan boshlab tijorat qilib o'tib hozirgacha 2000 yildan boshlab 25 yil oldu. 25 yil oldu tijorat qilib. 2000 yildan 2005 yilgacha sebifa tijorat qilib, keyin partiya hukumatining siyosatida 10 yildek oldu zavod qurib 2010 yildan boshlab kentimizdagi dehqonlarni ishqorlashtirib, o'zimizning kishi-fikirimiz oshda tijorat qilib yaxshilanayotdi. 2019 yılı emin üyesilip partiya hükümetine yardım edip. Muşayna şu 2019 yıl sağgan mı? Ha, 2019 yıl sağgan. Kiriplemiş kıl bir xil illik genç o. Kirsekler bir üzümlenmiş toş kılıp bir öymüşünde yeni alet bir çıraylı alet durup tutuyor. Muşu zavatınızı kurgandan keyin bazı bir kıyınçılığa uçurdunuz mu? Uçurdum. Uçurgan bolsam ben terişip bankadan qarizini qaytarıp hazır iqtisod 2 milyon 3-4 milyon qiytida tijorat yaxshi. Zavodni ko'rib baqsaq bo'ladimi? Qiziqib qoldim keyim kelib. Bo'ldi. Bo'ldi unda qas. Hozir berish qulaylikmi? Bo'ldi, qulaylik. Unda qas bir zavodga berib ko'rib baqilay. Mavo ishxona taraf. Mavo ishxona. Ha. Mavo zavodi. Zavodda. Qalay cho'ng yasabsiz zavodni. So'rab baqsam sizlar qaysi mahsulotlarni yasaysizlar yoki qaysi dehqonchilik mahsulotlarida jago'sizlar? Zavodimizda asosligi kentimizdagi dehqonlardan ko'klarni qizartib, quruqlab qilganlarni yig'ilib, pishiqlab ishlab, boshqa kentlardan setilib, boshqa nayildimi setilib, pishiqlab ishlab har xil lazı qiyamı, tutqu, yağ lazı. Her xil lazat istiqolarni yasab chiqarib. Buni top satamizlar, top parça, top va parça boshqa nayildimi zakazlarga yetkazib qo'yamiz. Mana shirkatimizningki yağ lazı bütün Qaliq naya, boshqa nayildimi bütün zakazlar tushib. Mana futbolgalar o'zimizning ishlamamiz. Muşunda karxanchilar baki namına atrafımızda. Bo'ldi, rahmat. Men bu tushunib chiqdim. Asosiyatim shu. Mushiz bilan yoki mush qo'shni izlardik, shu dehqonchilik mahsulotlarini ham ishlang laz deymiz. Qurtog'andagi mush ekilib o'zinglar sitilib, bunlar xil shu laz qiyam deymiz. Har xil titqolan yasab qilgansizlarmizmi? Shu. Bo'ldi. Bir qator tushundim, shu qilib bir qalaves qilib qoldim-chi o'zimmi. Rahmat, sizdan bek avar qo'laydim shu. Ziyoratimiz mush yerda oyoqlash sonunda qolsa. Bo'ldi. Rahmat.